O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Jizzax viloyatiga tashrifi davomida belgilangan ustuvor vazifalar ijrosi doirasida Mirzacho'l tumanida tashkil etilgan Innovatsion qishloq xo'jaligi Azamat maktabi o'z ish faoliyatini boshladi. Ochilish marosimida soha mutasaddilari, fermer xo'jaliklar rahbarlari, olimlar va amaliyotchi mutaxassislar ishtirok etdi. Tadbirda cho'l va qumli hududlarda qishloq xo'jaligini rivojlantirish, yer unumdorligini oshirish, zamonaviy agrotexnologiyalarni joriy etish, suv resurslaridan oqilona foydalanish hamda ilmiy yondashuv asosida yuqori hosildorlikka erishish masalalari atroflicha muhokama qilindi. Ta'kidlanganidek, Azamat maktabi fermerlar uchun amaliy bilim va tajriba almashish maydoni sifatida xizmat qiladi. Bu yerda ilg'or tajribalar o'rganilib, yuqori hosil berayotgan zamonaviy usullar ommalashtiriladi. Shuningdek, yangi agrotexnik yechimlar, innovatsion uskunalar va raqamli texnologiyalardan foydalanish bo'yicha o'quv mashg'ulotlari tashkil etiladi. Mazkur loyiha qishloq xo'jaligida barqaror rivojlanishni ta'minlash, mahsulot hajmi va sifatini oshirish, fermerlar daromadini ko'paytirish hamda aholi bandligini ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Ayniqsa, cho'l hududida samarali dehqonchilikni yo'lga qo'yish orqali yer resurslaridan unumli foydalanish imkoniyatlari yanada kengayadi. Qayd etilishicha, Azamat maktabi faoliyati orqali respublika bo'yicha fermerlar uchun malaka oshirish kurslari tashkil etilib, ilg'or tajribalarni ommalashtirish rejalashtirilgan. Bu esa agrar sohada ilmiy yondashuv va amaliy tajribalarning uyg'unligini ta'minlab, mamlakatimiz oziq-ovqat xavfsizligini mustahkamlashga xizmat qiladi. Shubhasiz, Mirzacho'lda tashkil etilayotgan ushbu innovatsion o'quv maskani qishloq xo'jaligida yangi bosqichni boshlab berib, Prezidentimiz tomonidan belgilangan vazifalar ijrosini ta'minlash, sohaga zamonaviy yondashuvlarni tatbiq etish hamda hudud iqtisodiy salohiyatini oshirishda muhim o'rin tutadi.